siz просто o'sha o'tgan safar hali bir qarorga kelmadingiz, men o'ylab ko'ring, iyunda qaytaman deb ketdingizmi? Yo'q, iyunda otpuskani olaman, xo'jayinlar oladi deb iyunda rejalashtirib ketdim. Men sizga baribir bu variantni ham, bu variantni ham taklif qilaman. Ular borib ko'rgandan keyin barachim uzoqqa surib nima qilasan, tezlashdi. Issiqqa olib ketasan. Undan ko'ra tezroq sog'liging tiklanadi dedilar, otpuskaga chiqaman. Temir bering, shunga qarab o'zingizni ko'rishtirasiz. Displeyga 3 bilan shirokий kanalizatsiya qilib, markani saqlab qolishga harakat qilamiz. Sentda masalan bittadan farzandi bor. Yoki umuman farzandi yo'q holatda shu narsa bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa holatda sentda turdi, displeyga sim 3 bilan 6 oyda tug'ruqdan keyin kelsa yana analiz olib tekshiriladi. Lekin bachadan bo'ylab mana shunchagina qolgan. 9 oy vaqtni pisari bilan o'tkazdi, chunki sheyga yetishmovchiligi bo'ladi, tug'ruq paydo bo'ladi. Men hozir to'g'ri savol beryapsiz. Hop, men matkani qoldirmoqchiman, lekin gistologiya yomon chiqdi. Qoldirsam, men bu joyini olsada teparog'ida o'zgarish bo'lsa-chi yana. To'g'ri savol. Bizni masalan kira olsak, servikalniy kanaldan saskop, gistologiya emas, biopsiya emas, saskop. Qirib olamiz, gistologiya tekshirishga beryapmiz, lekin bu biopsiya emas, kesib olmaymiz. Servikalniy kanaldan 4 ta devoridan kirilyapti, hamma qismidan olinadi. Kirsak mana shu yergacha kiravamiz, zeta 3,5 sm kirib olib tekshiramiz. Ve o'sha joylar shu o'zgarish chiqyapti. Mana bu yog'idan qarasak, bitta displaziya tindirga o'xshayapti. Mana o'sha kuni ham agar eslatsangiz, konsultatsiya payti sizga displaziya tindir deb kolposkopiyangizga ham tindir qo'yib berganman. No gistologiyada уже chiqib qoldi. O'shaning uchun biz demak qaror qildik, xirurgik yo'l bilan bachadan bo'yni to'liq olib tashlab matkani qoldirishga. Bitta kontrastni MRT qilib berasiz, lekin bu operatsiyadan keyin har 6 oyda analiz topshirib turish. Chiqmasligi mumkin. MRTda masalan o'sha образование, o'simta holatlari yo'q, o'sha yerda qon tomirlari, intensivniy zonalar bo'ladigan bo'lsa chiqib qolishi mumkin. Balkim MRT toza berishi ham mumkin, chunki bu yerda to'qima gapiryapti, sitoylik tekshirgandan aniqlanadi.